Bugun sizlarga supermarketimizning narxlari, manzili va ichki atmosferasini ko'rsatib o'taman. Undan burun esa video birdan like bosib, supermarketimiz haqidagi eng so'nggi yangiliklarni o'tirib bermaslik uchun bizlarga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani, go! Birinchi olib ko'rsatib o'tadigan narsam supermarketimizning manzili bo'ladi. Bu tarafdan kelaverish Osiyo to'yxonadan chap qo'lingizda bo'ladi. Bu taraf kat ko'cha deyiladi. Kat ko'chadan kelaverishda o'ng qo'lda bo'ladi. Birinchi olib kelganingizda sizni kutib oladigan narsa bu bizning 500 kvadrat maydondagi katta avtomobillar uchun turargoh, ya'ni plashatkamiz. Bemalol qo'yib, mashinalaringizni parkovka qilsangiz bo'ladi. Hozir esa endi ichki atmosferani ko'rsataman. Supermarketimizga kirib kelaverishingizda sizni 12 dana katta kassamiz kutib oladi va nomlayingizda to'g'rida Beruning eng katta fast-foodlaridan biri New York fast-food va qaroqchi pizza kutib oladi. Bu tarafda esa bizning polkalarimiz, ya'ni yuklaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Karatani olib bemalol. Bu yerdan esa to'g'ridan-to'g'ri kirib ketaveramiz magazinimizga. Birinchi oladigan narsamiz chap tarafimizda bizning mevalarimiz va ketadigan mahsulotlarimiz ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Bundan tashqari bizda yana har xil produktlar, sveji turgan narsalar, muz xolodilniklarimiz taqoq turadi. Bu tarafda tarvuzlar, menimcha hozir istida zo'r ketadigan narsalar. Mevalarimiz hammasining narxi menimcha eng zo'r narxda turibdi. Pomidorlar, muzli har xil mevalar. Bu tarafimiz xolodilnikimiz, napitkalar, ya'ni ichimliklar, yaxtan ichimliklar hammasi xolodilniklarimizda taxlanib turibdi. Har xilidan topsangiz bo'ladi, eng qizig'i. Bu taraf ham napitkalar. Ya'ni har xil suvlar bor bizda. Aytachim, bu tarafdan, bu taraf, ya'ni napitka qatorimiz bo'ldi. Bonusda shuni o'tishingiz uchun. Polkalarimiz o'rdanlari. Bu tarafda menimcha ayol qizlarimiz uchun kerak bo'ladigan, men o'zim aqlimga zo'r bergan narsalar, ya'ni idishlar. Har xil dasturxonni bezab turadigan narsa. Bu tarafdan esa chaqchuqlarimiz bizning har xil. Bu polkalarimizda kir yuvish uchun har xil ximik vositalar, bu tarafda shampun, gel, sovunlar topsangiz bo'ladi. Bu tarafimiz yosh bolalarimiz uchun kerak bo'ladi menimcha. Konstavar, ish, ofis uchun ham kerak bo'ladi. Ruchka, daftar, xullas har xil konstavar mahsulotlarni topsangiz bo'ladi. Tarafimiz ham gel, oshxona uchun kerak bo'ladigan gel, deodorant ustunlari. Tarafimiz yosh bolalarimiz uchun ayniqsa zo'r ketadigan o'yinchoqlar. Malakali qizlarimiz uchun har xil o'yinchoqlar olami tarafda ko'rsangiz bo'ladi. Bu tomondan shu hayvonlar uchun bunday yashiklarni taxlab qo'yilgan, har xil uyda pishik yo boshqa hayvonlarni boqaman deganlar uchun katta oyoqlarimiz, uzoq safarga ketaman degan og'alarimiz uchun, oyoqlarimiz uchun jamadonlarni taxlab qo'yamiz. Kelib olib ketaverasizlar. Tarafda har xil yosh bolalarimiz uchun oziqalar kerak bo'ladigan narsalar, termoslar bor ekan, qasha hamma narsasi. Salfetkalar, bu tarafda umuman salfetkalar har qanday nalarni topsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yana nima? Bu tarafda olivkalarimiz, oliviya moylarimiz bor ekan, narxlarini ko'rib o'tsangiz bo'ladi o'zlaringiz bemalol. Bu narxlarda menimcha. Bu tarafda har xil choylarimiz, har xil shobash, boshqa umuman ichiladigan Xitoydan, chet davlatlardan keladigan har xil choylarni topsangiz bo'ladi. Narxlarini bilan o'zlaringiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Mega aksiya. Mana bizda har kun har xil narsalar skidga qo'yiladi yana. Mega aksiya 22.990 ekan ish choy. O'zi. O'shalar uchun. Ko'rdingizmi? Ya'ni har xildan topsangiz bo'ladi. Bu tomonda esa ko'pchilikni o'sha ko'nglimdan joy olib ulgurgan Amir Non brendidagi non mahsulotlari har xilidan topsangiz bo'ladi. Issiq qilib o'ralib turibdi. Hammasi sveji, toza keladi. Bu tarafda esa oyoqlarimizdan orqa tarafda ishlab turibdi. Salatlarimiz har xil ovqatlar bilan boshqa uchun ketadigan shirinliklar. Tashqari bu tarafda salatlar, sveji, hammasi toza. Narxlari bilan tanishtirib o'tib ketsangiz bo'ladi. Har xillardan topsangiz bo'ladi. Svejda hammasi yangi. Orqa tarafda o'zlari ishlab, pakovkalar chiroyli chiqarib qo'yadi. Tarafda esa go'sht mahsulotlari, sveji hammasi bugun ozonda so'yiladi va shurab qo'yiladi.
har xildan topsangiz bo'ladi endi. Aytgan yeringizdagizdan o'zlari qassoblarimiz kasib, chiroyli deb chotkidan olib ketaversangiz bo'ladi. Obed uchun menimcha eng yaxshi narsa bu grill bo'lsa kerak. Bizda og'alarimiz issiq grilllarni tayyorlab qo'ydilar. Bemalol olib 65 ming so'm ekan, menimcha zo'r narx, to'g'rimi? Xolodilniklarimizda har xil mahsulotlar, kopchonli baliqlarni topsangiz bo'ladi, sir, qalbasa mahsulotlari hammasi. Har xilidan topsangiz bo'ladi. Narxlarni o'zlaringiz videoda ko'rib olaverasizlar bemalol. Har xilidan topsangiz bo'ladi. Tarafda umum brendidan tuxumlar, sut mahsulotlari, yogurt hammasi уже taqlanib turibdi. To'g'rimi? Ayron qatiq menimcha yoz zo'r ketsa kerak. Har xildan bor. Tamam, o'zi shirinliklar dunyosi qarshi oladi bizani. Mazza har xil shirinliklarimiz, xolodilniklarimiz turibdi. Kelib, olib ketib yevarsanglar bo'ladi. Bemalol. Bo'ladi. Avvalgi short videolarimizda so'raganimizdan ko'pchilik detskiy kiyimlarni ko'rsatinglar deb supermarketimizda kiraverishingizni o'ng tarafimizda, so'nggi qatorimizda detskiy kiyimlar. Yosh bolalarimiz uchun har xil jajji nalarimiz uchun ham bor, farzandlarimiz uchun. Har xilidan topsangiz bo'ladi. Har xil. Oyoq kiyim deysizlarmi? Futbolkalari deysizlarmi? Rubashka deysizlarmi? Har xilidan topsangiz bo'ladi. Super scena. Oddiy naski. Bizda shunday o'rtada har kun polk tashkillashtirilgan skidkada har kuni har xil tovarlarni qo'yib beramiz. Bu tarafda super scena pechenye krem-breni. Adashmasam ni deydi. 180 grammi 5490 so'm ekan. Zo'r narx, adashmasam. Tak, bu tarafda esa skidkalarimiz olib qilib, bu tarafda 12 dana kassamizdan xohlaganingizga borib bez o'chort narsalarni tez xarid etib ketaversizlar bo'ladi. Bizda hozircha shular. Video like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar va kommentariyaga yozib ketinglar. Yana novlarni ko'rsatib o'ting sizlarga.